Hammaga salom, musofir oilasini kuzatayotgan. Qandaysizlar qizlar, tuzaymizlar? Orada yana jichcha pauza bo'lib qoldimi? Yo'q, bo'lib qoldim. Chunki vatanimizga ketyapmiz. Mana chamadonlarimiz tayyor. So'mkalarimiz tayyor. Shunaqa qilib vatanimizga borib kelishga to'g'ri kelib qoldi. Ashunga ketyapmiz. Uyimni ham videoga oldim. Uyimni yaxshi ko'raman rosa. Детский xonani перестановка qildik. Oldin ko'rgan bo'lsangiz boshqacharoq edi. Mashinaga gullarim ko'rinadigan qilib pardalarni ko'tarib qo'ydim. Aeroportga borib, aeroportda bilasizlarmi, 4 soat, 5 soat nimada o'tirdik. Nima deydi? Zadeshkada o'tirdik. Samolyot uchmadi. Shunaqa qilib kutib o'tirdik. Oxirini ertaman uchdi. Keyin quyosh chiqayotganda videoga oldim. Ertamanda quyosh chiqayotgan. Shunaqa qilib ertamanda uchib bir abitlarga yaqin, abit bo'lmasdan yetib keldik vatanimizga. Bu yerga kelishimizdan maqsad bolalarimni, ikkita o'g'limni katta bo'lib qoldi endi ular. Ularni shu yerda o'zimizda maktabga joylab, keyin qaytib ketamiz deb shu yerga maktabga joylagani keldik. U yerdan Rossiyadan polniy maktabdan chiqardik. Shu yerdagi maktabga joylaymiz deb keldik. Maktabga joylab qo'yib, keyin o'zog'i bilan bir oycha turib, yana nariyoqqa uyimizga qaytib ketamiz. Hammamiz semeyni keldik. Shunaqa qilib kelishimizga xamirlar qilib qo'yishgan ekan. Abitda keldikda iftorga, keyin issiqqina nonlar yopdik. Issiqqina somsalar yopdik. Birinchi kunimiz shu yo'lda kelish, non yopish, somsa qilish bilan o'tdi. Meni yo'qotib qo'yishni xohlamasanglar deb qo'ying. Meni yo'qotib qo'ymanglar. Shu uchun podpisatsiya bo'lib, like bosib, kommentariy yozinglar. Endi videolarim shu yerda davom etadi. Poka ketgunimgacha. Nimalar bo'ladi? Qiziq bo'lsa sizlarga podpisatsiya bosib qo'yinglar. Like'larni bosib, kommentariyalarni yozinglar. Shunaqa qilib mana somsalarga mana shunaqa uzuvalar qildik. Ozinim bilan qildik. Qaynona oyijonim o't yoqdi tandirga. Keyin nonni yopdi. Men yopmadim, ozinim ham yopadi. U qiz tashidi, men nima qilib turdim? Videoga olib qattiq chekib non somsalarga. Shunaqa qilib ko'p qilib somsa, ko'p qilib nonlarni yopdik kelishimizga. Qaynona oyijonim issiq somsa, issiq nonlar yeysizlar deb shunaqa qilib mana chiroyli qilib yopib berdi. Yopib berganiga necha baho qo'yasizlar, qaranglar. Tiniq qilib yopdi. Like, kommentariy qaynojonimga, oyijonimga esdan chiqmasin. Bosib qo'yinglar, mana nonlarga baho berib. Kuzatishda davom etinglar. Yana qolgan videoda ko'rishguncha hammaga xayr.